Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, aziz o'quvchilar. Mana fevralda milliy sertifikat imtihoni xudo xohlasa mana yaqin qoldi. Ko'pchilikda mavzular tugamaganligi uchun va ba'zi mavzularda haligacha qiyinchilik bo'lganligi uchun mana shu videoni chiqarishga qaror qildik. Ya'ni bu videomizda biz sizga milliy sertifikatga tushadigan ba'zi bir misollarni qisqa yechish va soddaroq usulda qanaqadir qonuniyatlarsiz yechish usulini o'rganishga harakat qilamiz. Demak, misollarda boshlaymiz. Ushbu birinchi misolda ifodalarni soddalashtiring degan savol berilgan. Ya'ni, aynan siz milliy sertifikat imtihoniga kirganingizda sizga ifodani soddalashtirishga doir bo'lgan misol albatta tushadi. Demak, aynan shunaqa savollar tushganida siz qanaqadir qisqa ko'paytirish formulalari, ko'paytiruvchiga ajratish usuli shart emas. Ya'niki, eng qulay usuli variantlardan qaysi biri to'g'ri ekanligini topish uchun biz ushbu ifodadagi harfiy qiymatlar o'rniga ixtiyoriy son tanlaymiz va o'sha sonlar bo'yicha biz javobini tekshirishimiz mumkin. Ya'ni, qaytaraman, son tanlash bilan javobini tekshiramiz va keyin variantiga solishtirib ko'ramiz. Demak, bizda x lar ildizda berilganligi uchun y va x ildizda berilganligi uchun ildizdan chiqadigan va hisoblash soddaroq bo'lgan son tanlaymiz. Masalan, ildizda x dan chiqishi uchun demak men x o'rniga 9 tanlasam, xo'p, ildizda y chiqish uchun esa y ga demak masalan 4 tanlasak bo'ladi. Yoki undan boshqa son tanlasak ham bo'ladi. Faqat degan sharti bor, mahrajidagi, ya'ni aniqlanish sohasi buzilib qolmasa bo'ldi. Qarang, 9 ni 4 da tanlasak ham bo'ladi yoki misol yanada oddiyroq bo'lsin x ga 1 tanlasam, y ga 0 tanlasak ham bo'ladi. Negaki 1 minus 0, 1 minus 0, 1 plus 0. Mahraj 0 bo'lmasa bo'ldi. Demak, o'rniga qo'yamiz. 1 va 0 biz uchun hisoblashda eng kichik son. Va boshqa sonlar tanlasangiz ham farqi yo'q. Demak, qo'yamiz. Xo'p, 3 ko'paygan x o'rniga 1, y o'rniga 0. Minus y o'rniga 0 qo'ysak, mahrajida bizda demak 1 minus 0. Va bunda ham y o'rniga 0 qo'ysak, 0 ko'paygan ildizda 0, mahrajda demak 1 minus 0. Va bunda ham demak 0 ko'paygan ildizda 1 taqsim, demak ildizda 1 deylik, xo'p, plus ildizda 0. Endi bular ham ildizda edi, baribir ildizdan chiqaramiz. Demak, bu ko'paytma 0, bu 0 va butun kasr 0. Demak, buning surati 0, buning surati 0. Demak, bizda natija hozircha 0 chiqdi. Demak, biz aynan x ga 1 tanlaganimizda, y ga 0 tanlaganimizda natijamiz 0 bo'lgan holat bo'yicha quyidagi javoblardan ham x ga 1, y ga 0 tanlaganimizda natija 0. Ya'ni buni natijasi bilan x ga 1, y ga 0 qo'yganimizda buning natijasi bir xil chiqqan variant biz uchun to'g'ri bo'ladi. Demak, birinchi variant tahlil qilamiz. Demak, buni hozir o'chirib turaylik. Demak, biz x ga 1, y ga 0 qo'yib ko'rdik. Qo'yamiz birinchisi. Demak, 1 plus 0, natija 1, bizda natija 0 chiqish kerak. 0 chiqmadi, demak bu javob xato. Ikkinchisi, 2 ko'paygan y ga biz 0 deganmiz. Demak, 2 ga 0 ko'paytirsak bizda 0. Hozircha shu javob to'g'ri. Lekin qolgan variantlarni ham tekshirib ko'ring. Agar ikkita bir xil javob chiqsa, mabodo siz x va y o'rniga yana boshqa son tanlab tekshirib ko'rishingiz kerak. Ikkinchisi, masalan, x ga 1 plus 1, bu 2, 0 emas. X ga 1 minus 2 ko'paygan y 0, bu 0 bo'lsa 1 chiqadi, demak bu 0 emas. Faqat 0 bo'lganda 0 chiqqan javob, demak bizda aynan B javobga to'g'ri keladi va bu javob B variant to'g'ri bo'ladi. Demak, keyingi savolimizga to'xtalamiz. Yana ifodani soddalashtirish. Siz boyagi bundan avvalgi misoldagiga o'xshagan harfiy ko'rinishda ifodani soddalashtirish yoki trigonometrik ifodani soddalashtirishga doir bo'lgan soddalashtirish sizga imtihonda aniq tushadi. Demak, ifodalarni soddalashtirishda biz yana takrorlayman, son tanlab javobini qaysi to'g'ri ekanligini tekshirish biz uchun eng oson. Va masalan deylik, ko'pchilikda trigonometriya mavzusi biroz muammoli mavzu yoki formulalarni, xossalarini yaxshi bilmaydi yoki qo'llay olmaydi. Mana shunaqa vaziyatda siz shunaqa soddalashtirishga doir bo'lgan savol tushib qolsa, siz ushbu alfalarning o'rniga ixtiyoriy biror bir gradus burchagini tanlab, uning qiymatini topib, o'sha tanlangan burchakni javobdagilarga tekshirib ko'rishingiz mumkin. Yana aytamiz, agar siz tanlagan sonda ikkita javob bir paytda qanotlantirsa, siz yana boshqa gradus tanlash orqali uni ikkinchi marta tekshirib ko'rsangiz ham bo'ladi. Bu eng qulay va eng sodda usul bo'ladi siz uchun soddalashtirishda. Demak, biz
Misol alfani o'rniga xohlang 30 gradus, xohlang 60 gradus farqi yo'q. Eng qulayi bu 0 gradus. Chunki eng kichik qiymat va kosinus 0 da 1 ga teng bo'lgani uchun hisoblash biz uchun qulay. Faqat dedik, mahraji 0 ga teng bo'lib qolmasin, ya'ni aniqlanish sohasini buzmasa bo'ldi. Tekshirib ko'ramiz. Kosinusga 0 qo'ysak 1 ga, bunga qo'ysak 1 ga, birdan bir narsa 0 u, lekin bu 2 karra 1 2 qoladi. Ya'ni mahraj 0 bo'lmadi. Demak biz 0 gradusini qo'ysak biz uchun qanoatlantiradi. Mahrajini shartini buzmasa bo'ldi. Demak qo'ydik. 0 qo'ysak 1 plus kosinus 0 gradus plus kosinus 2 karra 0 ko'paytirsak 0 gradus plus kosinus 3 karra 0 ko'paytirsak 0 gradus. Mahrajiga tushamiz. Demak 0 qo'ysak 2 karra kosinus kvadrat 0 gradus. Bunda ham kosinus 0 gradus minus 1. Demak hisoblaymiz. Kosinus 0 gradusda 1 ga teng. Demak 1 plus 1 plus 1. Oxirgisi ham 1. Mahraji 2 ko'paygan 1 kvadrati 1 plus bu 1 minus 1. Demak bizda birdan bir narsa 0 bo'lib ketdi. Surat esa 4 ta 1 ni qo'shsak 4, mahraji esa 2 qoldi. Bu esa 2 ga teng. Ya'ni shoshib qolmang. Agar deylik siz imtihonga kirganingizda javobda qaysidir variantida deylik, misol qanaqadir variantda 2 degan javob chiqib qolsa, ko'pchilik o'sha 2 ni belgilashga shoshadi. 2 ni belgilamang. Bu 2 degan to'g'ri javob emas. Bu degani siz alfani o'rniga 0 qo'yganingizda 2 chiqdimi? Quyidagilardagi variantlarning o'rniga ham alfaning o'rniga 0 gradus qo'ysangiz, javob 2 bo'lishi kerak. Ya'ni gradusni qo'yganingizda 2 chiqqan javob to'g'ri javob. 2 degani bu variant degani emas. Shuniga shoshmang faqat. Demak, tekshirib ko'ramiz. 0 qo'ysak, kosinus 0 gradus 1 ga teng. Bu 2 emas. Javob xato. Bunga qo'yamiz. Demak, 2 ko'paygan kosinus 0 gradus. Kosinus 0 gradus demak, boya aytdik, 1 ga teng. 2 ga 1 ko'paysa, demak, bizda 2. Aynan 2 bilan 2 mos bo'lgani uchun B javob to'g'ri. Bular esa aynan son qiymat. Bunga aloqasi yo'q. Demak, javob 2. B variant to'g'ri bo'ladi. Yana bir tushgan savolni tahlil bilan ko'ramiz. Bu qaysidir sanada aniq tushgan savol milliy sertifikat imtihonida. Demak, yana soddalashtirish. Xo'p, soddalashtirishga doir bo'lgan misollarni har xilini ko'rib berishga harakat qilamiz. Sababi sizga aniq soddalashtirish tushadi va aynan shunaqa savol tushganda iloji boricha umuman xato qilmaslik uchun ko'proq holatdagi misol ko'ramiz. Demak, savol sharti A B dan katta, B 0 dan katta, S esa 0 dan kichik. Bu degani A B'lar musbat sonlar, 0 dan katta, S 0 dan kichik manfiy son. Va ushbu modulni ifodani soddalashtiring degan. Aksariyat ko'pchilik modulni mana bu A B S ni ishorasi bo'yicha ochib chiqishga, musbat manfiylikni tekshirishga, soddalashtirishga harakat qiladi va ko'p hollarda uni xato qilib qo'yadi. Va bunaqa misollarni yechish uchun ham yana va yana berilgan shartiga mos bo'lgan son tanlashingiz kerak. Ya'ni shart berdimi, shartiga mos bo'lgan son tanlaymiz. Ya'niki, misol S 0 dan kichik bo'lganligi uchun -1, B 0 dan katta bo'lgani uchun 1, A esa B dan ham katta bo'lgani uchun demak A ga 2. Mana shu biz uchun tanlangan sonlar va ifodani o'sha qiymat bo'yicha tekshiramiz. Demak ketdi. A ni o'rniga demak biz 2 ko'paygan, B ni o'rniga 1 minus S'miz bizda -1 modul. Mahraji xuddi shuning o'zi, faqat modulsiz varianti. 2 ko'paygan 1 minus S'miz -1. Demak, bizda A'miz 2, bizda S'miz -1, bizda tak B'miz ayrilgan 1 va u modulda. Mahraj xuddi shuning o'zi 2 karra -1 ayrilgan 1, faqat modulsiz varianti. Demak, B bizda 1, S bizda -1 va ayrilgan A'miz 2 edi va modulda. Mahraji modulsiz variant 1 karra -1 ayrilgan 2. Hisoblaymiz. Demak, qarang. 2 karra 1 2, minusga minus plus 1. 2 ga 1 qo'ysak 3, modulda ham baribir plus 3. Mahraj esa plus 3 ning o'zi. Bu 2 karra -1, minus 2, minus 1, minus 3 bo'ladi. Modul ichidan minus 3 dan plus 3 chiqadi. Mahraj esa minus 3 qo'shilgan 1 ga minus 1 ko'paytirsak minus 1, minus 2 ni qo'shsak minus 3. Minus 3 dan baribir plus 3 chiqadi. Mahraji minus 1, minus 2, minus 3 ning o'zi. Demak, 3 ga 3 bo'lib olsak bizda plus 1, 3 ga minus 3 bo'lib olsak bizda minus 1. Demak, 3 ga minus 3 bo'lsak yana minus 1. Demak, plus 1, minus 1 ketsa bizdagi yagona javob minus 1 chiqadi.
aynan demak biz degan natija bu hisoblash bo'yicha kelganligi uchun -1 bu to'g'ri variant bo'ladi bizda. Demak, yana bir original tushgan savolning yechimini ko'rib chiqamiz. Demak, ushbu hisoblash, ya'ni suratida 1 ning, 2 ning, 3 ning kublari va hokazo 9 ning kubigacha bo'lgan kublar yig'indisi hisoblangan va uni 2025 ga bo'lish kerak. Bunaqa misollar kelganida ko'pchilik misol deylik qanaqadir hisoblasammikan, ya'ni 1 ning kubini, 2 ning kubi 8, 3 ning kubi 27 va hokazo deb yozib chiqib, suratini qo'shib, amallab 2025 ga bo'lishga harakat qiladi. Va bu biz uchun xato, ya'niki qiyin, xato emas, qiyin vaqt oladi. Bizda bunaqa misollar yechish uchun qulay va sodda usul bor, mavjud. Qanaqa desa, qarang. Demak, 1 ning kubi, 2 ning kubi, 3 ning kubi va hokazo qanaqadir n ning kubigacha bo'lgan sonlarni kublar yig'indisi. Bu har doim o'sha ketma-ket natural sonlarning yig'indisining kvadratiga. Kublar yig'indisi natural sonlar ketma-ketligida yig'indisining kvadratiga teng. Demak, isbotlab ko'ramiz. 1 ning kubi 1, 2 ning kubi 2. 2 gacha hisoblab ko'rsak, 1 ning kubi 1, 2 ning kubi 8. Qo'shsak 9, 2 gachasi 9 ekan. Demak, 1 ga 2 ni qo'shsak 3, 3 ning kvadrati 9, ikkitasi o'rinli. 3 tasini tekshirib ko'ramiz. 1 ning kubi 1, 2 ning kubi 8, 3 ning kubi 27. Qo'shsak demak 36. Demak, 1, 2, 3 qo'shsak 6 kvadrat 36. Demak, qanoatlantiryapti. Va yuqoridagi misol ham xuddi shu usulda yechiladi. Ya'ni 1, 2, 3 va hokazo 9 gacha bo'lgan kubini demak biz 1 qo'shilgan, 2 qo'shilgan, 3 qo'shilgan va hokazo 9 gacha bo'lgan sonlarning kvadrati va bo'lingan mahraji demak 2025. 1 dan 9 gacha bo'lgan ketma-ket natural sonlar yig'indisi bu arifmetik progressiya. Ya'ni birinchisiga oxirgisini qo'shamiz. Ya'ni 1 ga 9 ni qo'shib 2 ga bo'lamiz va hadlar soni, ya'ni 1 dan 9 gacha 9 ta son bor ko'paytiramiz. Va bu kvadrat. Mahraji esa 2025. Endi qarang. 1 ga 9 qo'shdik 10, 2 ga bo'ldik 5, 9 ga ko'paytirdik 45. Demak, bizda surati 45 ning kvadrat, mahraj 2025. Xo'p, 45 ning kvadrati bu 2025, mahraji 2025 va bu 1 ga teng. Bu misolning yechimi eng oddiy va eng sodda yo'lda. Faqat mana shu holatni eslab qolsak bo'ldi. Demak, javob 1 va bu C javobda berilgan. Yana bir misol yechimini ko'ramiz. Ushbu misol ham milliy sertifikatda original tushgan savol. Ushbu tenglamaning ildizlari nechta degan, ya'ni yechim nechta ega degan. Xo'p, bunaqa misollar yechayotganda ko'pchilik har xil fikr, har xil usullar bilan yechishga harakat qiladi. Kimdir misol son tanlayman dedi, kimdir ochib chiqaman, ko'paytiruvchiga ajrataman dedi. Ular u usullar ham to'g'ri usul. Lekin eng yaxshi va eng qulay usul bu nima? Agar sizga qanaqadir nostandart tenglama berilsa va uning yechimlari nechta desa, imkon qadar harakat qiling. Agar uning imkon bo'lsa, grafik chizish imkoni bo'lsa, grafik orqali yechsam bo'ladi misolni. Chunki grafik chizish eng oddiy va eng sodda usul. Yechimlar sonini so'raganida faqat. Demak, nima qilamiz? X kubi. Mana buni o'ng tomonga o'tkazib olsak, demak bizda x plus 1 ning qaus kvadrati va plus 2001 bo'ladi. Mana bu yerda bizda demak y ning kubi degan bitta funksiya hosil bo'ldi. Bu esa qanaqadir parabola. Bu giperbola, u parabola. Parabolani eslatib o'tamiz. Demak, y degani x minus qanaqadir x0 ning kvadrati plus y0. X o'qdagi siljish qarama-qarshi, y o'qdagi siljish o'zining ishorasi bo'yicha. Demak, bizda bu nuqtada x0 demak plus 1 degani qarama-qarshisi minus 1 va y0 nuqta demak 2001 birlikka teng. Bu esa x ning kubi, o'suvchi giperbola. Grafikida chizamiz va ular aynan nechta nuqtada kesishgan bo'lsa, yechimlar soni xuddi o'shancha bo'ladi. Demak, birinchisi x ning kubi. X ning kubi demak aynan giperbola bo'lgani uchun grafik mana shunaqa shaklda o'tadi. Taxminiy holatda shunaqa. Ikkinchisi x0 minus 1. Demak, mana bu yerlardan taxminan minus 1 bor desak, y0 2001. Qayerlardadir mana shu yerlarda deylik taxminan 2001 degan nuqta bor. Va o'sha ikkalasining tutashgan nuqtasi demak parabolan uchi. Parabolaning shoxlarini biz o'sadi deb davom ettirganimizda mana bu
deylik mana bu tomonga ham o'sib ketyapti, bu tomonga ham o'sib ketyapti. Bu giperbaland chizig'i cheksiz tepaga o'sganligi uchun va parabolani shoxlariga borib kesganligi uchun bu yerda ularning kesishgan nuqtasi, yechimlar soni bir marta kesishdimi, demak bu tenglama bitta yechimga ega. Masalan, mana bu pastga qarab cheks ketadi, bu yuqoriga va bular hech qachon kesishmaydi. Demak, bir marta kesgan uchun tenglama faqat bitta yechimga ega bo'ladi. Yana bir ko'pchilik uchun muammoli bo'lgan misol ko'rib chiqamiz. Masalan, imtihonda sizga trigonometrik soddalashtirish va trigonometrik tenglama yoki tengsizliklar tushadi. Ya'ni deylik, soddalashtirishda son tanlash usuli bo'yicha kelamiz desak, tenglamada nima qilamiz? Ko'pchilik tenglama eshitishda qiynaladi. Aynan irratsional tenglamalar yoki umumiy holatda trigonometrik tenglamalarda ko'pchilik qiynaladi yechishga. Bu yerda ham siz misolni javobdan kelish, ya'ni eng qisqa usuldan foydalanishingiz mumkin. Yechmasdan, qoidani bilmasdan turib. Faqat sharti bor. Siz trigonometrik burchaklarni bilishingiz kerak. Burchak qiymatlarini bilishingiz kerak. Shundagina qolgan xossalarsiz yecha olishingiz bo'ladi. Demak, biz javoblarini trigonometrik tenglama uchun tekshirib ko'ramiz. Bu yerda n ixtiyoriy butun son. Shuning uchun n ni biz 0 desak, hozir bizda x ning qabul qilishi mumkin bo'lgan qiymat pi taqsim 4. Tekshirib ko'ramiz. Qo'ysak, demak biz 4 2 ga pi taqsim 4 ga qo'yganimizda pi taqsim 4 2 ga qisqarib ketsa pi taqsim 2 va kosinus pi taqsim 2 dan 0. Bizda ildiz osti 2 qoladi, tenglikning chap tomoni. Bunga qo'yamiz. Demak, sinus pi taqsim 4 ta ildizlik taqsim 2 va kosinus pi taqsim 4 ta ham ildizlik taqsim 2. Bu natijamiz 0 teng ildizlikka. Bu mumkin emas va bu xato. Demak, A javob xato. B javobga o'tamiz. Minus, ya'ni n ning o'rniga 0 qo'ysak, bizda ximiz minus pi taqsim 4. Minus pi taqsim 4 olib borib qo'ysak, kosinus argumenti minusni yutadi, chunki juft funksiya. Yutvorsa 4 2 ga qisqarsa pi taqsim 2, kosinus pi taqsim 2 da 90 da 0 bo'lsa, yana bizda tenglikning chap tomoni ildizlikka. Demak, o'rniga qo'ysak sinus pi taqsim 4 minusda, demak, minus ildizlik taqsim 2, kosinusga minus qo'ysak, baribir plus yutvoradi, lekin o'rtada ayruv bor, ildizlik taqsim 2. Buni ayirsak, ildizlikka minusda, buni ayirsak plus ildizlikka. Demak, bu bir-biriga yana teng bo'la olmaydi. Demak, bu javob ham xato, plus minus bo'lganligi uchun. Ana endi qarang. Oxir demak C javobimiz. N 0 desak, bu bizda ximiz 3 pi taqsim 4 bo'ladi. Demak, 3 pi taqsim 4 olib borib qo'yamiz. Demak, pi x o'rniga 3 pi taqsim 4 qo'ysa, 2 ga 4 qisqarib 3 pi taqsim 2, 3 pi taqsim 2 270 gradusda kosinus yana 0 bo'ladi va tenglikning chap tomoni ildizlikka, o'ng tomoni. Sinus 3 pi taqsim 4 ni qo'ysak, sinus 3 pi taqsim 4 bu 135 gradus, ikkinchi chorakda bu degani u musbat degani ildizlik taqsim 2 bo'ladi. 3 pi taqsim 4 kosinus ikkinchi chorakda manfiy va 3 pi taqsim 4 135 gradus desa, yana ildizlik taqsim 2. Faqat minusda ildizlik taqsim 2 bo'ladi, manfiy bo'lgan uchun. Demak, minusga minus plus bo'ladi. Ildizlikka ildizlikni qo'ysak, 2 ildizlik taqsim 2, 2lar ketsa, tenglikning chap tomoni ildizlik edi, o'ng tomonda ham ildizlik qoldi. Demak, tenglik bajardi va bu javob to'g'ri bo'ladi. Bu degani, ushbu trigonometrik tenglama hech qanaqa xossasiz javobini tekshirish orqali kelsak bo'ladi. Bu C javobga to'g'ri keladi. Yana bir muammoli mavzu bilan ko'ramiz, ya'ni tengsizliklar. Ko'pchilik tengsizliklar yechishda, oraliqlar usuliga qo'yishda, oraliqdan son tanlashda qiynaladi. Va deylik, sizga aynan misol deylik, mana shunga o'xshagan misol tushsa imtihonda, ya'ni tengsizlikni yeching deganda va faqatgina sharti, javoblari faqat oraliqda berilsa, ya'ni aynan tengsizlik yeching desa, mana shu paytida biz oraliq bo'yicha tekshirib topishimiz mumkin. Yechimini, javoblar oralig'ini, aynan qaysi biri tengsizlik uchun qanoatlantiruvchi ekanligini tekshirishimiz mumkin. Faqat oraliqdan shunday son tanlanki, bir oraliqdan tanlangan son ikkinchisida imkon qadar bo'lmasligi kerak. Shunda tekshirishimiz osonroq bo'ladi. Deylik, birinchisida meni cheksizlikdan 2 gacha degan va bu yerda meni cheksizlikni qabul qiladigan javob faqat A va D javoblar. Demak, biz meni cheksizlik degan uchun, bu degani xohlagan eng kichik sonni tanlaganimiz bilan tengsizlikni doimo bajarish kerak. Misol, mana shu yerda faqat mana shu ikkalasida meni cheksizlik bo'lgani uchun deylik, mana shu yerda minus 10 ni tanlab ko'raman va men tengsizliklar sistemasida xohlasam birinchisiga, xohlasa ikkinchisini tekshirib ko'rishim mumkin. Chunki javob har ikkalasi uchun o'rinli bo'lishi kerak.
minus 10 ni masalan ikkinchisiga tekshirib ko'raman. Demak, minus 10 minus 2 demak bizda minus 12 ko'paytirilgan o'rniga qo'yib ko'ramiz. Minus 10 ning kvadrati 100, minus 6 ga minus 10 ko'paytirsak plus 60, qo'shsak 160, qo'shsak 169. 169 katta bo'lishi kerak 0 dan. O'ylab ko'raylik. Bu manfiy son, bu musbat son. Ya'ni manfiyga musbat ko'paysa natija manfiy bo'ladi va u 0 dan katta emas. Bu degani A javob xato. Ya'ni minus cheksizlik ichidagi sonlar qanoatlantirmaydi. Bu degani o'z-o'zidan minus cheksizlikdagi javob qanoatlantirmagan uchun, demak, D javob ham birdaniga xatolik kelib chiqadi. Chunki bu yerdan minus cheksizlik olasan degan. Demak, biz xato javob ikkita variant chiqarib tashlaylik. O'sha bizda B va S javoblar qoldi. Ikkovidan bittasini tekshiramiz. Demak, men masalan bu javobni tekshirib ko'rsam, 3 dan cheksizlikkacha degan. Bu cheklangan oraliq, bu cheksiz oraliq. Demak, men cheksiz oraliq bo'lgani uchun bundan plus 10 ni qo'yib ko'raman. Plus 10 ni qo'yib ko'rsam, har ikkalasini qanoatlantirish kerak. Demak, 10 ni qo'ysak, bu 10 dan 2 narsak 8. Bunga 10 ni qo'ysak, 10 ning kvadrati 100, 6 kere 10 60. Demak, 160 aytsa 49. Bu ham musbat, u ham musbat. Ko'paytma musbat. Hozircha bittasini bajaradi. Ikkinchisini ham tekshirib ko'raylikchi, uni bajaradim. Demak, 10 ni qo'ysak, 10 ning kvadrati 100 plus 10 ni qo'ysak, 10 ga 10 yana 100 va plus 25. Mahrajiga tushamiz. Bu yerda demak 4 ga 10 ni ko'paytirsak 40 bo'ladi, 5 ayirsak demak 35 bo'ladi. Demak, buning natijasi ham bizda qanaqadir musbat sonlar bo'ladi. Bu degani musbat son 0 dan katta bo'lishi mumkin. Demak, bu cheksizlikkacha bo'lgan oraliqda qanoatlantirishi mumkin. Lekin degan joyi bor bizda. To'g'ri, biz hozir misol 3 dan cheksizlikkacha bo'lgan oraliqda biz har ikkalasining o'rinli bo'lgan yechim bor ekanligini tekshirdik. Ana endi, ya'ni ikkalasini ham qanoatlantirdi. Ana endi biz mana bu oraliqni ham bir tekshirib ko'raylikchi. Ya'ni siz javoblarni tekshirayotganingizda barcha oraliqni, ya'ni barcha javobni tahlil qilib ko'ring. Chunki biz uchun ham to'g'ri bo'lganlar ichidan eng to'g'risini tanlashimizga to'g'ri keladi. Ya'ni u ham, bu ham ikkalasi ham birdan qabul qilish mumkin, lekin aynan to'g'risi bu eng to'g'ri yechim. Ya'ni ko'proq qanoatlantiradigan yechim. Bunda -5 ni ham 3 ni ham alohida ol degan. Demak, 3 ni qo'yib ko'rsak, masalan, 3 ni qo'yib ko'rish osonroq, 3 ni qo'yib ko'rsak. 3 dan 2 narsak bizdan 1, bu yerga 3 ning kvadrati 9, 3 kere 6 18. Ayirsak, -9 plus 9 0. 0 ga tengligi bor. Demak, 3 qabul qiladigan yechim. -5 ni qo'ysak. Deylik, -5 ga -2, -7. Demak, bizda bo'ladi. -5 kvadrat 25, -5 kere 6 30. Plus 30 ga -25 qo'ysak, demak, plus 25 ga, uzr. Mana bu -5 kvadrat plus 25, -6 ga 5 plus 30, qo'shsak 55, qo'shsak 64. Bu manfiy, bu musbat. Demak, ko'paytma bizda nima bo'ladi? Manfiy bo'ladi. Ya'ni mana bu -5 ga -2 ni qo'shganimizda -7 bo'ldi, bu esa plus bo'ldi. Manfiyga musbat ko'paytirsak 0 dan katta emas va bu javob ham bizda xato. Ya'ni aynan 5 ni olishimiz xato. Biz uchun qanoatlantiradigan javob faqat S javobining to'g'riligi kelib chiqadi.